Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oyda nashr qilgan roman Eli Dolqonlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 1-qism. 3-bob. 2. Mahallaning tövenidagi bo'z yerlarning dehqonlarga bo'lib berildiganligi to'g'risidagi yaxshi gaplar tarqalib yurgan shu kunlarda Qamariddin bilan Ayub Nasir Axunni ko'zdan yo'qotishning ko'yiga tushgan edi. Lekin uni qandoq yo'qotish kerak, qandoq qilib iz qoldirmaslik kerak, ular mana bu xufiyona ishning paytini izlab halak edib, Qamariddin oxir amal topdi. U Nasir Axunni o'z hovlisida joylatishni Ayub bilan maslahat qilishdi. 2-oyning oxirgi qorong'u kechalarining birida Nasir Axun xuftan namoziga masjidga mangandan keyin Qamariddin bilan Ayub uning ig'iliga yo'shirindi. Nim bo'lg'ando, yonmaydi-g'u, dedi Qamariddin. Heliqi imom va'zixonlik qilib, azmisni izib o'ltirganmikin tayinliq. Mana, oyoq tivishi anglandi. Nasir Axun namozdan qaytib uyga kirib ketdi. Quloqlar ding edi. Surlik bir jimjitlik hukm suratdi. Nasir Axun uydan chiqib bir bog' bedini ko'tarib, ig'ilga kirib keldi-da, uni ot o'qirining ichiga soldi. Qamariddin o'zini daldida olgan joydan shapsiz qo'pib, qo'lidagi katmanning juldisi bilan kuchinib turib, Nasir Axunning beshiga urdi. Go'yo egiz tirak qaraslab yiqilgandek, ig'il ichi dirildab, ot urkib ketdi va egisiga sig'inib, tipirlab qattiq kishnidi. Qamariddin bilan Ayub ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tuyuqsiz chiqqan o'pir-to'pirni anglab, aloqazada bo'lib uydan chiqqan Gulpamxon erini ig'il ichidan qonga milinib, tishlarini kerishtirib, o'ngdisiga sunaylanib yotgan yeridan topdi va dod faryod ko'tardi. Nadir apandi dadisini yig'lab qaqshab yerligiga qo'ydi, lekin Nasirning fojialik o'limi kishilarga sir bo'lib qoldi. Nadirning qo'li qisqa, shunga dadisining o'limi nazir chirig'i uchun ot harvisi bilan yeri qo'lidan chiqib ketdi. Nasir Axun tunji o'g'li Nadirni bar yo'qiga qarmay o'qitgan. Nadir 6 yillik maktabni tugatgandan keyin 1 yillik o'qituvchilar yetishtirish kursida o'qib, yezidagi rayon markazlarining birida tunji ochilgan boshlang'ich maktabga o'qituvchi bo'lib chiqdi. O'qituvchi bo'lib ishlab yurgan kunlarda dadisi uni o'ylab qo'ydi. Mana shuning bilan Nadir shu yerlik bo'lib qoldi. Lekin uning gimnaziya o'qituvchilari bilan munosabati qo'yiq bo'lib, shaharga pat-pat kirib turadi va ular bilan ijil inoq o'tadi. Jamoatchilik ichida Nasir Axunning o'limi to'g'risida har xil gap, gumonlar bo'lindi. Rahmatlik yaxshi odam edi. Kambag'allarning yig'isini yig'lab yuradi. Bu ish shanyularning ishimikin? Bo'lingan gaplar buningdan nariga o'tmadi. Yetti nazarga kelguvchilardan ba'zilari Nadirni bir chetga tortib, Shangyu bilan 55 ustidagi gumonni asos qilib, "Afandim, siz o'qigan odam, ishning yo'lini bilasiz. Hukumatga arz qilib baqsangiz bo'lmamdi? Qarab turib mushundoq bo'lib ketarmi?" dedi. Nadir, "Bizdeklarning holiga yetish hukumatimizning tushigimi kirmaydi. Bu bizningla beshimizga tushayotgan kulfat emas. Yuzlab, minglab oilalarning beshiga tushayotgan kulfat. Hukumat buning qaysi birini hal qilgan? Hammani o'zi qilyapsa", dedi. "O'g'o, shundoq. Biroq odamning ichi ichishidi ekan. Bek uvol bo'ldi-g'u sizlarga." "Eng yaxshisi", dedi Nadir nafratlik holda. "Mundaq ishlarni el yurtga tonutish kerak. Hamma naq ishlarning chavisini yeyish kerak. Xalq hamma naq ishlarning tegi-taktini bilsaydi." Nadir apandi dadisining sirliq o'limi to'g'risida Shangyu bilan 55-dinla gumon qilib qolmadi. Uning kaynida yulak bo'lib turgan Ahtamboy deb o'yladi va Ahtamboyningmi yulaktisi borligini jazmlashtirdi. Shundoq qilib, Nadir apandi dadisi o'lib 10-kuni murda chiqqan bu surlik uyda opisi bilan Nadamni yolg'iz qoldirishga majbur bo'lib, o'qituvchilik ishiga, ishlayotgan yezisiga yurib ketdi. Shu mezgilda yezida mundoq bir voqea bo'lib o'tdi. Ahtamboy shahardan mehmon chaqirib,
hashamatlik beg'ida katta ziyofat o'tkazdi. Ziyofatga shahardan hokimlar, harbiy amaldorlar, cho'ng boylar, paytunlarga tushib chiqishdi. Ziyofat boyning yangi putgan shipongida tantanalik holda davomlashyotdi. Ko'tirib silingan shipongda kerilib o'ltirgan harbiy amaldorning biri qo'liga qadahni ilib, boyning bu marhamatiga minnatdorlik bildirib so'zlamoqchi bo'lib, o'rnidan turgan edi. Ko'zi birdilla boyning beg'ida chunak o'tab qaytgan bir qizga tushib qoldi-da, deydigan so'zlarini unutib, bog'dan tog'dan so'zlab qo'yib, shipongdan tushdi. Bog'da qizni yinib ko'rolmadi. Aylanib ko'chaga chiqdi. Ikki qo'lini kayniga tutib, tor ko'chaga kirganda qiz yanglik ko'tarib bir hovlidan chiqib qoldi. Harbiy amaldor qizning maysidek qilin kirpiklariga, yinib turgan o'tliq ko'zlariga, anardek qip-qizil mang'izlariga sapsilib qarab, turgan o'rinda turibla qoldi. Harbiy amaldor qaytib kirib, Ahtambayni chetga tortib, u qizni surishtirdi. Ha, u qiz bir kambag'alning qizi, ismi Tulunay. Uni yaqinda ota-onasi yo'q bir yetim bolaga bermoqchi, chini ichkizib qo'ygan, dedi boy ko'zlarini chimchiqlatib. Chini yondirvatsin, qizni men olaman. Bu ishga o'zingiz bosh bo'lsangiz, dedi u. Boy ishkilinib qoldi. Siz bizga ishonchli odam, dedi u yana. Bu ishga kuch chiqarib xizmat ko'rsating. Qolganini o'zimiz bilamiz. Boy bu ishdan bosh tortishning o'ziga yaxshi oqibat keltirmaydiganligini, hukumat odamlarini norozi qilib qo'ysa, nurg'un ishlarining oqmaydiganligini o'yladi-da, bo'ladi, janoblarning xizmati uchun qo'limiz ko'ksimizda, dedi. Ahtamboy qizning oilasiga 2 qatim kirdi. Ikkinchi qatimda qizning dadasi g'azab bilan: "Bu nima degan zo'rliq? Osh dedi berdoq, mol dedi berdoq, bedi dedi berdoq. Endi qizimizni so'ramdikan, qizimni olaman desa, bizni itib olsin", dedi. Bu ishdan xabar topgan amaldor yurt mo'tavarlaridan bir kishiga yana bir amaldorni qo'shib yeziga chiqardi. Tulun ayning ota-onasiga yumshoq gap qilib, so'zini oqtirolmagan elchi: "Bersangmi berasan, bermasangmi berasan. Voy, qo'lga kelgan omadning qadrini bilmaydigan gadoylar", dedi devaylab. "Texi qizingni ikki qo'llab tutishning o'rniga bermayman degan so'z og'zingga qandoq keldi? Bermasang hammang so'loqqa kirib o'lasan. Hukumatning sendek chuparandlarga kuchi yetmamdi?" Tulun ayning to'yib bo'ladigan bo'ldi. Harbiy amaldor 3 kishi bilan 2 paytunga tushib mahallaga chiqdi. Bu qizni ilib ketadigan nikoh kuni edi. Tulun ayning oshiqi 10 necha do'stlari bilan to'y bo'layotgan qo'roga besib kirib, harbiy amaldorga pichoq silib o'ltirib, qizni ilib qochib ketdi. Yigit bilan Tulun ayni qo'g'ilgan 3 chirik cho'ng qora suvning Chalinqul mahallasidan ishib, Mingmaral tog'lariga amdila yamashgan bir jup yoshga qaratib o'q atdi. Yigit o'q tegishi bilan cho'nqur g'olga g'ulab tushdi. Qiz "Voy" debla hushidan ketdi. Qo'li bog'lanib ilib kelingan Tulun ay oq o'stanga kelganda o'zini suvga tashlab o'lib oldi. Mana bu fojia yezining azobliq tarixida unutilmaydigan yana bir bat bo'lib qoldi. Nodir apandining bir necha kundan beri yurak bag'rining to'lqinlashi hargiz sababsiz emas edi. O'z atrofida yuz berayotgan voqealar, hodisalar, to'kilgan ochiq yoshlar, chechilgan qonlar, turilgan mushtlar uni nurg'un ishlarni qilishga, zo'rliqlarni, hasrat nadomatlarni yezishga ilib kelyotdi. U dadasining sirliq o'limi, yigit bilan Tulun ayning fojiasi va ko'rgan anglagan voqealarni bir yerga jamlaganda, uning do'lqinlab hayajonlangan qalbida bir muzikalik sahna asri tizilib bo'ldi. Yalqinliq yurakdan urg'ib chiqqan so'zlar bilan 5 pardalik qonliq yoshlar dunyoga keldi. Qonliq yoshlar nomli sahna kitobini o'ynashga Nodir apandi o'zi yetakchilik qildi. Yeza sazandalari xalq naqsha musikalaridan foydalanib, muzikasini ishladi. O'qituvchilar, yuqori sinf o'quvchilari, kech kursga kelib o'qiyotgan yeza yoshlaridan tashkillangan 28 kishi rollarga bo'lindi. Shunday qilib,
Bir oylik qizg'in tayyorlikdan keyin cho'lpon maktabi oddiy qilib yasagan sahnaga qonliq yoshlar chiqdi. Qonliq yoshlarning sahnaga chiqishi yezida xili odamlarning ko'zini ochdi. Yezida o'yinni ko'rmagan odam oz qoldi. Bular emas, ig'izdan ig'izga o'tib tarqalgan xabar nihoyatda zo'r qiziqish paydo qilib, qo'shni yezlardanmi turkumlab odamlar kelib, o'yinni ko'rishga boshladi. O'yinni ko'rguvchilar uni o'z hayotiga, atrofida yuz berayotgan ishlarga qiyos qilishdi. Biroq o'yin qizg'in qo'yilayotgan vaqtda yurt cho'nglari, o'lima mo'tvarlari mudi qopdi. O'yinni qo'ymaslik to'g'risida Nodir apandiga avval taklif berdi, nasihat qildi, keyin do'q qildi, qo'rqitdi, devayladi. Ammo qonliq yoshlar sahnadan tushmadi. Ish mushundoq ketaversa, bizgimi cho'ng baloyi ofat keladigan bo'ldi. Buni vaqtida tunjuqtirib o'tish kerak, deb hisoblagan rayon tavasidagi Hasan Mingbegi, Aqtamboy boshliq kishilar oxiri shahar hokimiga 5 kishi qo'l qo'ygan bir parcha xat yozdi. Kishini g'azablantirdigani shuki, deyilgan edi xatda. Bu sahna o'yinida yurt kattalari, obro'li odamlar, hukumat xizmatini bajandil ishlayotgan hukumat amaldorlarini xiyonatchi, parxo'r, xalqqa zo'rlik qilg'uchi, bosqunchi, hatto o'zi qilgan askiliklarni tap tortmasdan boshqalarga do'nkab qo'yg'uchi hiligar qilib ko'rsatgan. Xatni ilib kirguchiga hokim so'g'uq yejib mundoq dedi: bu fitna fasoddan bizningmi xabarimiz bor. Texi hukumat amaldorlari gunohsiz kishilarni o'ltirguchi qotil deb xalq ichiga qutratquliq urqini chechibdi. Yezilg'inining hammasi to'qib chiqilgan ig'volar ekan. Hukumat mundoq buzuqlarni hargiz bo'sh qo'yib etmaydi. Undaq qutratquliq qilg'uvchilarning jazman adibi beriladi. Bu kechiktiradigan ish emas. Sizlar xotirjam bo'linglar. Ayol qolmay odam chiqartimiz. Heliqi tulun ay alolmagan o'lgan ofitserning qotillarining biri deb ko'rsatilgan Nodirni tutish uchun 2 kundan keyin 3 qurolliq chirik mahallaga kechida yetib chiqdi. Bu chog'da qonliq yoshlar sahnada 12-chi qatim qo'yilayotdi. Ular o'yin tugab, al qattiq uyquga ketganda Nodir apandining uyiga bostirib kirib, uning put-qo'lini bog'lab shaharga akirib ketdi. Mana shuning bilan Nodirning qonliq, ammo texmu jangovar kunlari boshlandi. Nodirni turmaga ilib kirgan kunning oqshimisila uni nihoyatda qattiq urib, hushsiz qilib tashlavatdi. 3 kun o'tgandan keyin uni so'roq qilishga ilib chiqdi. Tarini turib, kayniga yulinib o'ltirgan so'roqchi sahna kitobining qo'l yozmasini purlashtirib tutqunicha pulanglatib turib, "Xo'sh, yozg'uchi apandi, bu ig'voni to'qib chiqishga sizni nima majbur qildi?" dedi Nodirga ko'zini qattiq tikib turib. "Amaldorlarning jinoyati", dedi u darhalla. "Amaldorlarimizdan sizning oldingizda jinoyati bormikan?" "Shundoq, so'roqchi apandi", dedi Nodir qat'iy holda. "Amaldorlaringizning xalqning oldidagi jinoyati tog'dek turibdi. Men uni qo'lingizda turgan kitobimda yozgan." "Xo'p, ma'qul. Buni yozishdagi maqsadingiz?" "Ha, bu nihoyatda aniq", dedi u. "Amaldorlaringizning jinoyatini fosh qilish. Buning bilan nima maqsadga yetmoqchi bo'lsiz?" Nodir kuldi. "Xalqqa jinoyatchini tunishtirmoqchi, jazolatqizmoqchi. Kimga? Xalqqa. Hayvon, hammang hayvon." So'roqchi o'rnidan turib ketdi. U yoq bu yoqqa minishga boshladi. "Rost aytasiz, janobiy so'roqchi. Men hayvon, biz hayvon. Sizning va siz vakillik qilayotgan hukumatingizning oldida biz hayvon, xalqning kiyimini kiyib, osh-ninini yeb, shu xalqni qilcha odam qatorida ko'rmaydiganlar bor. Bularni nima deyish kerak?" Nodir apandi so'roqchiga tikilib qaradi. So'roqchining qo'shimisi texmu turilib, 2 qishining quyruq tarafi lipildab ketdi. Bu uning ochiqning toza kelganligini bildiratdi. Biroq ochiqini qandoq qilib bo'lmasin, besishi kerak edi. Chunki uning javob oladigan yana bir muhim nuqtasi bor-da. U o'rniga kelib o'ltirdi-da, bir pas jim bo'lib qoldi. "Xo'sh",
Tulun ayga o'ylanmoqchi bo'lgan bizning ofitserimizni o'ltirishga sizlar qancha odam qatnashgan? Dedi u ikkinchi maqsadiga o'tib. Nadir uning maqsadini tushundida kuldi. Men uningga qatnashmagan. Mana, siz hili men yolg'on aytishni yomon ko'rman degan edingiz-ku, apandim. Shundoq, yomon ko'rman. Yolg'onchilik bilan kishilarga tuhmat qilishni intayin yomon ko'rman. Siz shu topda jinoiy javobgarlikdan qechyapsizg'u deyman. Men sizga shuni aytib qo'yay, dedi Nadir apandi qat'iy holda. U vaqtda men o'z yizamda yo'q. Agar bo'lgan bo'lsam, balki chetda qolmagan bo'lardim. Siz mardonligingizdan chetlab ketib borsiz. O'g'il bola qilgan ishidan yonmaydi. Sizni shunchalik ishlarni qilishga o'gitayotgan odam bor. Siz shuni aytib bersingizla, gunohlaringiz yuyiladi. O'ylanib beqing. Borg'u deyman. Bor. Aytishga bo'lar? Albatta bo'ladi. So'roqchi umidlandi. Kim u? Vijdonim. So'roqchining saprayi birdilla o'rlab, ustalni qattiq bir urdida o'zini tutolmay o'rnidan turib ketdi. Sen kimni ahmoq qilasan? Men sening yurakingning cho'ngligini ko'rib boqaychu qani, dedi u yoqdan bu yoqqa mengib va oldida tik turgan ikki chirikka qarab. Ochqanlar buni, deb vaqirdi. Ikki chirik Nadirni dumbasidan ittirib, jazolash, qiynash uyiga elib chiqib ketdi. Kecha kunduz uxlatmasdan so'roq qilish, o'z paylidan yondirish uchun ishlatilgan hiylim mekarlar, yog'lama gaplar, urush, qiynash, esishlar kor qilmadi. Hatto u bir tira bir ustixon bo'lib qolgan chog'dimi, aytgan so'zidan, yozgan sahna asaridan yonmadi. Nasir Axunning fojialik o'limidan keyin uning tunji o'g'li Nadir apandining, ya'ni qonliq yoshlar avtorining taqdiri mana mushundaq oxirlashdi. Uning ayoli ochiq alam hasratida zar qaqshab sil bo'lib 3 oydan keyin olamdan o'tdi. Dard kelsa qo'shlab kelar degandek bir necha oy ichida 3 o'limning kayni-kayndan kelishi Gulpam xonni hushini yo'qotgan odamdek qilib qo'ydi. Azobli xiyollar, ichidan yenish, o'tqa tushgan qildek to'lg'inish, ochiq ko'z yoshlar uning yuzlarini sarg'aytib, mazgilsiz qo'riqlarni paydo qildi. Bellarini mukchaytdi. Kuch-quvvatidan ayirdi. Bu qandoq taqdirdir? Taqdir degan shunchami rahimsiz bo'lamdi? Odamlar dunyoga kelib, shuncha xo'rliq, shafqatsizliklarni tortqucha dunyoga kelmas bo'lmamdi? Ba'zilar dunyoga kelib rohat-farog'at ko'rdi. Ba'zilar dunyoga kelib ochiq alamda to'lg'anadi. Hatto un-tinsiz hayotdan ko'z yumadi. Bu nima degan tengsizlik, ha? Nasir Axunning beshiga ketmanning juldisi bilan urgan kim? Nadir apandi saqchixonaga sap-saqla kirib ketgan. U qandoqlarcha o'lib qoladi? Gulpam xonga bu ishlar sir. Uningga alam qilayotgani mushu. Onaning butun vujudini ta'virtayotgan va uni buruqturmalikqa silib, unsiz qaqshtayotgan ishlar mushu. Odamning beshiga har qancha ig'ir ishlar kelsa, shunchalik kelar. Buni singirib osonmi? Bu ishlarning tegi taktiga yetadiganlar chiqarmi? Shundoq qilib, Nasir Axunlar oilasida Gulpam xon, kenji o'g'il Nadam, ota-onasiz qara yetim buvoq Odiljonlar qolgan edi. Gulpam xon bu ikki o'limning sirliq taraflarini texi bilmay, cho'nqur qayg'uda qolgan edi. Davomi bor.